Assalamu alaikum qadrli savaqdaşlar. Farabi 4 ders sınıfına hoş geldiniz. Bugün hazırlık zamanı usul dersimizin 12. dersini başlayımız. 12. dersimiz sözlerinin mənəciyyətin türkümlənişi. Dersimizə başlaşdan burun ötken saatlik dersimizin ahır sorab ötken iki sualımızga qısqaça cevap verip ötümüz. Birinci söz mənasının kengayişini düşündürüp berəlemsiz. Bunun cevabı əslində bir söz birli şeyi yoki hadise haqqındakı uqumni ifadələgən bolsa, keyinki dövrlərdə o şu şeyi yoki hadise bilan xarakteri yoki roli o'xshab ketadigan boshqa şeyi yoki hadise haqqındakı uqumni ifadələydigan bo'lib qoladi. Bu hadise söz ma'nosining kengayişi deyiladi. Tildeki köp ma'nolik sözler däl şu söz ma'nosining kengayishidan kelib chiqqan. İkinci, tüvendeki söz ma'nolaridan qaysilari tüs ma'nolarining o'zgarishini shakllangan. Bununla biz böre, puşqaq, eski degan so'zlarni berib ekanmiz. Buning ichidan tüs ma'nolarining o'zgarishiga kiradiğini böre ve eski degan söz. Çünkü böre degan so'zning asli ma'nosi bir yirtqich hayvon ve bunun tüs ma'nosidan ochko'z ve vahshiy degan ma'nosi kelib chiqqan ve ochko'z ve vahshiy degan so'z odatda insonlarga qaratiladi. Puşqaq degan so'z tüs ma'nolarining o'zgarishiga kirmaydi. Bu söz ma'nosining yo'qolishiga kirdi. Puşqaq degan söz ma'nosining yo'qolishiga kirdi. Puşqaq degan so'z burungi zamonlarda bulun degan ma'noni ifodalaydi ve hozir bulun degan so'z bilan jup so'z ma'nosi kelib, bulun puşqaq degan shaklda qo'llanildi. Üçüncüsü eski degan söz ma'nolarining tüs ma'nosining o'zgarishidan shakllangan. Eski degan so'zning qadimgi zamondagi ma'nosi ko'na degan ma'noda ve hozir bo'lsa bunun tüs ma'nosi o'zgarib yaman, osal, nachar degan ma'noda qo'llanildi. Endi dersimiz gəlsək, bugünkü dersimizde sözlərinin məna cəhətdən türkümlənişini görüb ötümüz. Tildəki bəzi sözlər birli məna özgüdən tərkib tapsa, yeni bəzi sözlər iki yoki ondan artıq məna özgüdən tərkib tapıdı. Şuna sözlər məna özgüdən bir, iki yoki ondan artıq bo'lishga qarab, bir ma'nolik sözlər və köp ma'nolik sözlər deb ikkiga ayrıldı. Endi bir ma'nolik sözler deganimizda obyektiv şeyler haqida birli ma'no bildirgan sözler bir ma'nolik sözler deyildi. Masalan, Qashqar, İstanbul, Kiralg'u, telefon, qo'nalg'u qatorliq sözler o'xshashlar bir ma'nolik sözlerga kirdi. Uyg'ur tilida bir ma'nolik sözlerga asosan xos ismlar, fan texnik atalg'ulari, boshqa tillardan qabul qilingan so'zlar va yangidan paydo bo'lgan so'zlar qatorliqlar kirdi. Masalan, botanika, formula, koinlon, xotan, sun'iy amra, unalg'u qatorliqlarning hammasi bir ma'nolik so'zlarga kirdi. Endi ko'p ma'nolik so'zlarga kelsak, ko'p ma'nolik so'zlar deganimizda bir asosiy ma'no va uning bog'lanishli bo'lgan bir qancha ma'nolarni bildirgan so'zlar ko'p ma'nolik so'zlar deyildi. Ko'p ma'nolik so'zlar bir ma'nolik so'zlardan taraqqiy qilgan. Ko'p ma'nolik so'zlar asli ma'no va ko'chma ma'noda kelalaydi. Masalan, och, tosh, ochiq, uchuq, yo'l qatorliq so'zlarning hammasi ko'p ma'nolik so'zlarga kiradi. Bosh degan so'zni tafsiliy tushuntirsak, bosh degan so'zning asli ma'nosi odam va hayvonlarning beshini ko'rsatadi, ammo bosh degan so'z turli söz birikmelerinde turli ma'nolarni ifodalaydi. Ya'ni bosh degan so'z ko'p ma'nolik so'z kirdi. Masalan, bosh vazifa, ya'ni muhim asosiy vazifa, bosh bo'lish, boshlamchilik qilish, bosh ko'tarish, ya'ni qad ko'tarish, bosh qo'shish, maslahatlashish, fikrlashish, bosh egish, yengilish, bo'ysunish, suning beshi, suning boshlanadigan o'rni, ishning beshi, ishning boshlangan nuqtasi qatorliqlarning hammasi o'xshashlar bosh degan so'zning ko'p ma'nolik so'z ekanligini ko'rsatib berdi. Baş degan so'zning asli ma'nosi odam va hayvonlarning beshini ko'rsatdi va bundan boshqa ma'nolari o'xshashlar shu asli ma'nosiga bog'lanishli holda kelib chiqqan. Abay deb o'tganimizga o'xshash ko'p ma'nolik so'zlarning asli ma'nosi asosiy ma'no bo'lib, boshqa ma'nolari shu ma'no asosiga kelib chiqqan qo'shimcha ma'no bo'lib hisoblanadi. So'zlarning ko'p xil ma'no qo'llanishi yolg'iz ismlar bilan cheklanmaydi, balki mustaqil söz türkümlerinin hammasi köp xil ma'noda kelalaydi. Masalan, balki mustaqil söz türkümlerinin hammasi köp xil ma'noda kelalaydi. Mustaqil söz türkümleri deganda o'xshashlar ism bilan birlikda son, sifat, revish, almash qatorliqlarning hammasi o'xshashlar mustaqil söz türkümleri kirdi. Buningga misol olsak, ochiq degan so'zda eshik ochiq desak, buning asli ma'nosi kelgan, ammo havo ochiq, ya'ni havoda bulut yo'q,
qol ucuq, sixi mərd, çırayı ucuq, xoşal, xushxoy, yol ucuq, yəni işləri tosalğısız və oňuşluq deganlar bolsa, bu ucuq degan sözün əsli mənasını tərəqqi qılıb qoşumcu mənası barlıq kelgan. Sal degan sözünü misalga alsaq, sandıq silishdə sal degan sözün əsli mənasında qo'llanılgan. Amma öy silish, yəni öy yasash, uruq silish, uruq chechish yoki sepish, quloq silish, anglash yoki tinglash, sep silish, diqqat bilan qarash, gap silish, so'zlatish, bozorga silish, yəni bozorda ko'rsatish qatorliqlarning hammasi o'xshashlar. Sandık silishdiki salning qo'shimcha ma'nosi hisoblanadi. Ko'p ma'nolik so'zlar har qaysi ma'no o'zliklari o'rtasida cho'qim bir asosda barliq kelganligidan iborat ishga bog'lanish bo'lishi kerak. Agar bir xil so'zchaklar orqali ifodalanadigan bir qancha xil ma'no o'zliklari o'rtasida u xil ishga bog'lanish bo'lmaydi ekan, u ko'p ma'nolik so'z emas, balki ayrim-ayrim bir qancha so'z, ya'ni ohangdash so'z bo'lib qoladi. Sözlərinin məna cəhətini türkümləşi söz mənasının az yoki ko'p bo'lishiga qarab bir ma'nolik so'zlar va ko'p ma'nolik so'zlar deb ayrılgan bo'lsa, so'z ma'nosining yaqinlik darajasiga asosan ma'nodor so'zlar va qarama-qarshi ma'nolik so'zlar deb ikkiga ayriladi. Hamda ma'nodor so'zlarni ko'rib bilsak, shaklar xil, ammo ma'nolari o'xshash yoki bir-biriga yaqin so'zlar ma'nodor so'zlar deyiladi. Bunga misol olsak, yurak, qalb, dil qatorliq ismlar bir-biriga ma'nodor so'zlar hisoblanadi. Bundan boshqa yuz, husn, chiroy, jamol, ruxsor qatorliq ismlar o'xshashlar ma'nodor so'zlar hisoblanadi. Chiroyli, go'zal, ko'rkam, o'z qatorliq sifatlar ma'nodor so'zlar hisoblanadi. Va bulardan boshqa so'limoq, qamamoq qatorliq fe'llar ma'nodor so'zlar hisoblanadi. Ma'nodor so'z bo'lishining eng muhim sharti so'zlarning idrokiy ma'nolari o'xshash yoki yaqin bo'lgandan boshqa yana ularning hammasi o'xshash bir so'z turkumiga tabe bo'lishi kerak. O'xshash bir so'z turkumiga tabe bo'lmasa, bular ma'nodor so'zlar hisoblanmaydi. Ma'nodor so'zlar ma'no jihatdan bir-biriga yaqin bo'lsa-mu, jumla ichida qo'llanganda ba'zi farqlar bo'ladi. Chunki so'z ma'nolarining cho'nqurligi, ishlatilish doirasi, tus ma'nosi, boshqa so'zlar bilan birikish iqtidori qatorliq jihatlardan farqlanib turdi. Bu sababdan ba'zi ma'nodor so'zlarni jumlada almashtirib qo'llanish bo'lsa-mu, lekin ko'pincha ma'nodor so'zlarni jumlada almashtirib qo'llanish bo'lmaydi. Endi ma'nodor so'zlarning farqlarini ko'rib bilsak, ma'nodor so'zlar tuvanlik jihatlarda bir-biridan farqlanib turdi. Birinchi, idrokiy ma'nolardagi farq. Ma'nodor so'zlar ma'nosining cho'nqurligi, ma'no doirasi, so'z obyekti va ko'p ma'noligi jihatdan farqlanadi. Masalan, qo'l yoki boshqa vosita orqali tanga zarb bermak ma'nosidagi urmoq, sovmoq, dumbalamoq, to'qmoqlamoq qatorliq so'zlar ma'nodor so'zlar hisoblansa-mu, bu so'zlarning ma'nosining cho'nqurlik jihatdan bir-biridan farqlanib turdi. Bu yerdagi urmoq va sovmoq qo'l yoki boshqa vosita orqali tanga zarb bermakning yenik darajasi bo'lsa, dumbalamoq va to'qmoqlamoq og'ir darajada zarba berganini ko'rsatadi. Kishiga qattiq tegish ma'nosidagi achchiq va g'azab degan so'zni olsak, g'azab degan so'zning ma'nosi achchiq degan so'zning ma'nosidan texim cho'nqur. Ölmek, vafot bo'lmoq, qurbon bo'lmoq, tugab ketmek qatorliq hayoti tugmak, jinidan ayrilmoq ma'nosidagi bu ma'nodor so'zlarni misol olsak, ölmek odatda barliq jonliqlarga, ya'ni insonlarga va hayvonlarga o'xshashlar ishlatiladi. Ammo vafot bo'lmoq, qurbon bo'lmoq, tugab ketmek degan so'zlar bo'lsa, faqatla insonlarga ishlatiladi. Qarshi tarafga yaxshi ko'rinishni ifodalaydigan qiliqlarni qilmoq ma'nosidagi erkilemek, taytanlamak, naynaqlamak, g'iljinglamak qatorliqlardagi erkilemek degan so'z faqat bolalarga ishlatilgan bo'lsa, bu yerdagi taytanlamak, naynaqlamak, g'iljinglamak qatorliqlar yosh jihatda cho'ng bo'lganlarga ishlatiladi. Tez, ildam, ittik, chapsan, chaqqan qatorliq so'zlar ma'nodor so'zlar hisoblansa-mu, buning ichidagi ittik degan so'z bilan chaqqan degan so'z ko'p ma'nolik so'z hisoblanadi. Ya'ni ittik degan so'zning o'tkir degan ma'nosi, chaqqan degan so'zning bo'lsa, ixcham va yig'inchoq degan boshqa ma'nosi bor. Hamda tus ma'nolardagi farqlarga kelsak, ba'zi ma'nodor so'zlar hissiy tus, obraz tusi, janr tusi, davr tusi, obraz tusi, yerlik tus, chet tili tusi, diniy tus va jinsiy tus qatorliq jihatlarda farqlanadi. Obraz tusi asosan o'xshatish,
təxlit qilish, köçürüliş qatarlıq yollar bilan hasil boludu. Janr tüskəyətini alğanda bəzi sözlər ağız dildə köp qolunulsa, bəziləri bolsa yazıq dildə köp qolunuldu. Məsələn, yüz, çıray, hüsn, camal, ruxsar, betbeşirə, tələt, epit qatarlıqlarının hamısı mənday sözlər hesaplansımı, bunların İsi tüsi oxşaş olmaydı. Bunun içindən yüz və çıray müddil, yəni həm icabi, həm səlbi mənada qollanışıq bolsunmu, hüsn, camal və ruxsar qatarlıqlarını fəqətlə icabi mənada, amma betbeşirə, tələt, epit qatarlıqlarını fəqətlə səlbi mənada işlətimiz. Qu, hilgər, tülkə qatarlıq sözlər oxşaşla mənada sözlər hesaplansımı. Bunun içindəki tülkə deyən söz obraz tüsüge ega, çünki tülkünün qulluğuna təxlit qilish orqali hosil bo'lgan. Endi janr tusiga kelsak, talash tartish və bəhs munozara qatorliq so'zlar ma'nodor so'zlar hisoblansimi? Buning ichidan talash tartish ig'iz tilida, bəhs munozara bo'lsa, yoziq tilida ko'p ishlatildi. Endi davr tusiga misol olsak, askar, chirik, lashkar qatorliq so'zlar o'xshashli ma'nodor so'zlar hisoblansimi? Askar degan so'z hozirgi zamon tusiga ega. Çirik və leşkər qatarlıq sözlər bolsa, ötken devir tüsüge ega. Endi yerlik tüsüge gelsək, aca, hədə, ayla qatarlıq sözlər ma'nodor sözlər hesaplansımı? Bunun içindən aca degan söz ədəbi tilda, hədə degan söz ili rayonunda, ayla degan söz Turpan rayonunda köp işletilgan söz hesaplandı. Endi dini tüsüge gelsək, qurban bolmaq və şehit bolmaq degan sözlərini misal alsaq, bunun içindən şehit bolmaq degan söz dinli tüsge ega. Endi cinsi tüs degende toy qilmaq, öğlenmek, yatliq bolmaq degan sözler o'xshashlar ma'nodor sözler hesaplansımı? Bunun ichidan öğlenmek faqatla o'g'illarga yatliq bolmaq bo'lsa, qizlarga qaratilgan. Endi ma'nodor sözlərinin bir kishi ixtiyor jihatdagi farqiga kelsak, bir qism ma'nodor sözlər boshqa sözlər bilan bir kishi ixtiyor jihati farqlanadi. Ma'nodor sözlərinin boshqa sözlər bilan bir kishi ixtiyori ularda ifodalangan İdraki məndən çonqur tezliki, kən tarlıqı, söz obyekti, tüs mənisi, til adeti qatarlıq amillar bilan münasibətlik buldu. Məsələn, yüz, çıray, hüsn, camal, ruxsar qatarlıq sözlər ma'nodor sözlər hesaplansın. Bunun içindən yüz degan söz odam, yer, qog'oz, suv, üstel qatarlıq sözlər bilan birikib kelərləydi. Amma çıray, hüsn, camal, ruxsar qatarlıq sözlər bolsa, Adem, kız degandek sözler bilanla birikip kelerleydi. Bundan başka ana ve apa degan söz ma'nodor söz hesaplansımı? Ana degan söz vatan, til, yurt qatorliq sözler bilan birikip ana vatan, ana til, ana yurt bo'lib kelerleydi. Ama apa degan söz bu sözlerin hech qaysi bilan birikip kelinmaydi. Ma'nodor sözlərinin farqlarını görüp ötdük. Endi gördüğümüz ma'nodor sözlərinin barlıq keliş yolları, yani ma'nodor sözlər qaysi yollar bilan barlıq keladi. Bunu təfsili tushuntirib ötsək, birinci umum xalq tilida bir xil tushuncha, bir xil uqumni ifodalaydigan bir qism sözlər o'rtasida ma'no jihatda inchika va nozik farqlarning barlıq kelish natijasida ba'zi ma'nodor sözlər qatori hosil bo'ldi. Masalan, chiroyli, go'zal, ko'rkam, uz degan so'zlarni misolga olsak, bunun içinden chiroyli, güzel, uz degan sözlerini insanlarga ishlatiladigan bo'lsak, ko'rkam degan so'zni odatda manzillarga ishlatilamiz. Aytyoz, ko'klam, bahor qatorliq so'zlarning o'rtasidami intayin kichik farqlar mavjud. Bundan boshqa yung, mo'y, tüp, tweet qatorliq ma'nodor so'zlardan o'xshashlar inchik farqlar mavjud. Bundan boshqa yurmak, mangmaq, qadam olmaq qatorliq fe'llardan o'xshashlar farqlar mavjud. İkinci, Uyg'ur tilining dialekt she'rlaridagi bir qism so'zlarni Uyg'ur adabiy tilidagi bir qism so'zlar bilan bir qatorda ishlatish hamda bu dialekt she'rlarning umumiy xalq tilida omilish natijasida barliq keladi. Masalan, yaxshi, obdan, bilan qatorliq so'zlar o'xshashlar ma'nodor so'zlar hisoblansimi? Yaxshi va obdan degan so'z adabiy tilda, bilan degan so'z bo'lsa, Qashqar she'rida ishlatildi. Bixil, pixsiq, pinti, piti qatorliq so'zlar o'xshashlar ma'nodor so'zlar hisoblansimi? Bexil va pixsiq degan so'z adabiy tilda, pinti va piti degan so'z bo'lsa, bir qism she'rlarda ishlatildi. Uchinchi,
Mənday sözlər başqa dillərdən söz qəbul qilish nəticəsi barlıq keldi. Məsələn, kişi, adəm, insan qatarlıq mənday sözlərdən kişi Uyğurçadakı söz, adəm və insan degan söz bolsa, ərəbçədən kirgan söz. Təngri, Allah, Xuda degan sözlərdəki Təngri Uyğurca söz, Allah ərəbçədən, Xuda degan söz bolsa, parisçədən kirgan söz. Buyruq, yarlıq, əmir, fərman qatarlıq mənday sözlərdən bolsa, buyruq və yarlıq qatarlıq söz, Uyğurca söz, əmir, ərəbçədən kirgan, fərman bolsa, parisçədən kirgan söz hesablandı. Dördüncü mənday sözlər, sözlərinin köçmə mənada işlətilişi və bu köçmə mənaның turaqlaşıb qilish nəticəsində barlıq keladi. Məsələn, dünya degan sözün əsl mənası cahan, aləm, yeryüzü bolsa və bu dünya degan söz cahan, aləm, yeryüzü bilən mənada söz hesablanğan bolsa, köç mənası kelib baylıq və mal-mülk qatarlıq sözlər bilən mənada söz bo'lib kelgan. Bundan başqa yüz degan söz bolsa, əsl mənası kelib chiroy, husn, jamol qatarlıq sözlər bilən mənada söz bo'lib kelgan bolsa, köç mənası kelib obro'y və inovat qatarlıq sözlər bilən mənada söz bo'lib kelgan. Bundan başqa eski degan söz əsl mənasida kona degan söz bilan mənada söz bo'lib kelgan bolsa, köç mənası kelib nachar, yaman degan sözler bilan mənada söz bo'lib kelgan. Bu saatlik dersimizden yana ahirga keldik. Dersimizin ahirida bu saatlik derslerimiz münasebetli bo'lgan. Tuvandagi ikki qisqa savolni sizlarga so'rab o'tamiz. Birinchi, tuvandagi so'zlardan qaysilari bir ma'nilik, qaysilari ko'p ma'nilik so'zlarga kiradi? Oshpaz, qosh, qozon, tanglama, kompyuter. İkinci, sözlərinin mənada söz bo'lishinin sharti nima? Bu savollarning javobini o'xshashlar YouTube videomuzun astidagi baho qismiga yoki Instagram hesabımızın DM qismiga yozib bersanlar bo'ldi. Undaqda keyingi soatlik darsimiz ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.